Kimlardir bu shaharga ko'chib kelishni orzu qilganda, yana kim esa bu shahardan ketish uchun orzu qilib yashashadi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Sardoriyo. Bugun sizlar bilan New Yorkda yashashning 5 ta asosiy yaxshi taraflarini ko'rib chiqamiz. Bu videomiz ya'ni immigrantlarga yoki bu shaharga kelish haqida o'ylayotgan odamlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Ladies and gentlemen, welcome to New York City. Discover the iconic skyline, the bustling streets, and the vibrant energy that never stops. This is New York City, where every moment is unforgettable. You look lonely. I can fix that. Videoni boshlashdan oldin aytib o'tishim kerak. New York shtatida New York shahri joylashgan. New York shahrida esa Staten Island, Manhattan, Bronx, Brooklyn va Queens joylashgan. Ana shu 5 ta shahar bo'yicha bugun gaplashamiz va shu yerni o'zida ko'rsataman. Bu orqamda turgan Brooklyn, bu ko'prik Arizona ko'prigi, to'g'rida esa Staten Island. Kemalar yuk olib kelishadi, Yevropadan bo'lsa kerak har holda. Va to'g'rida esa Manhattan joylashgan. New York shahar haqida gapirar ekanmiz. Eng birinchi bo'lib yaxshi tarafini aytadigan bo'lsam, bu ish topishdir. Albatta, New York shahri katta bo'lgani uchun ish ham albatta ko'p. Buning uchun siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu yerda ish topish imkoniyati bor va maxsus saytlar orqali o'zingizni ya'ni rezume taxlab yuborishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa emailga ham yuborasiz va intervyu qilishadi. Agarda intervyudan o'tsangiz, siz ish topdingiz va bu yerda yashab ketish imkoniyati bor. Qo'shimcha sifatida aytaman, New York bu Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida ko'p pul topadigan shtatlardan bittasi. Ya'ni odamlar ishlaganda ko'p pul topishadi. Masalan, bu yerda soatiga $16.50 kam pul topa olmaysiz. Agarda kimda kam sizga $16.50 kam pul to'laydigan bo'lsa, bu noqonuniy, bu belgilangan. Bu ma'lumotlar boshqa shtatlarga qaraganda ancha yuqoriroq va bu New York shahri uchun yashashga qo'yilgan summa $16.50. Keyingi ikkinchi yaxshi tarafi esa bu siz bu shaharda yasharkansiz, siz o'zingizni umuman yolg'iz his qilmaysiz. Chunki bu shaharga dunyoning eng chekka tarafidan ham kelgan odamlar kelib yashashadi. Ya'ni siz geografiyadan qanchalik davlatlarni yaxshi o'rganishingizdan qat'iy nazar, agarda bironta odamdan borib so'rasangiz, siz qaysi davlatdan kelgansiz deb, shunaqa davlat aytishadi, siz hayotda ham bu davlatni eshitmagansiz. Masalan, o'zimdan gapiradigan bo'lsam, bitta boladan so'ragan edim, qaysi davlatdan kelganligi haqida, u Hayit deb aytgan edi. Men u davlatni bilmagandim, shunchaki kulib qo'ygandim, yaxshi deb. Shunaqa davlatlar aytishadi, hayotda ko'rmagansiz. Xuddi ular O'zbekiston bilmagan kabi siz ham bilmaysiz va har xil odamlar kelib yashashadi. Yana bir narsa, bu diversity, ya'ni xilma-xillik bu shaharni boy qiladi. Bu yerda siz har xil madaniyatlarni, urf-odatni tillarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli. Agarda siz ingliz tilini bilmasdan turib, aynan shu shaharga keladigan bo'lsangiz, yashab ketishingiz mumkin. Chunki agarda rus tilini biladigan bo'lsangiz, bu yerda rossiyalik, ukrainalik va boshqa rus tilida gaplashadigan odamlarni ko'p uchratishingiz mumkin va ulardan yo'l so'rab, ya'ni aloqaga chiqib, ya'ni ish topib yashab ketishingiz mumkin. Ayniqsa Brooklynda, Brighton Beach degan joyda o'zbek va rus zamon odamlar yashadigan joy va bu yerda juda ham ko'p uchratishingiz mumkin. Haligi videoni boshida aytganimdek, ingliz tilini bilmasdan turib ham ish topish mumkin, faqat salgina qiyroq bo'lishi mumkin. New York shahrida yasharkansiz, bu yerda mashina kerak emas. Mashinasiz ham bu shaharning xohlagan tomoniga metro orqali borish mumkin. 24 soat ishlaydi. Ertalab 4 da ham, kechasi 1 da ham xohlagan joyga borishingiz mumkin. Shuning uchun ham New York City'ni, ya'ni City that never sleeps deyshadi. Ya'ni doim harakatda, doim jonli shahar. Men ham New Yorkda o'qiganim uchun, men o'qishim tomonidan mana bunaqa metro karta olganman
bu bilan man xohlagan metroga yoki avtobusga kirishim mumkin. Faqat New York shahrining o'zida. Agarda sizlar ham o'qiydigan bo'lsanglar, mana shu shaharda bemalol olsanglar bo'ladi. Agarda oddiy bilet olmoqchi bo'lsanglar, biletni har bitta narxi $2.90. Ya'ni bir marta kirishi bu qimmatga qilishi mumkin. Lekin mana bunaqa sim karta olsanglar bo'ladi. Agar shu shaharda o'qisanglar. Keyingi 4-chi yaxshi tarafi esa bu yerda aeroport ko'pligi. Ya'ni bu yerda 3 ta aeroport bor. Birinchisi Newark, ikkinchisi JFK, uchinchisi LaGuardia. Ya'ni 3 ta aeroport ham ichki va xalqaro uchadi. Juda ham zo'r imkoniyat va aynan zo'r joylarda joylashgan 3 ta aeroport ham. Va aytishim kerak va bu yerda dunyoning mashhur insonlari tug'ilgan va hozirgi prezident ham shovqin solyapti. Bu nima desanglar, bu har bitta ko'chalarni yuvib yuradigan mashin. Ya'ni o'zining qaysidir kuni bor, o'sha kuni kelib ko'chalarni tozalab ketishadi. Shuning uchun Amerika ko'chalari ancha-muncha toza va mana bunaqa znaklar qo'yib qo'yishgan, ya'ni belgilar. Tuzda, ya'ni seshanba kuni 9:30 dan 11 gacha bu yer tozalanar ekan, mana bu ko'cha, ya'ni tozalab ketishadi. Xo'sh, nima deyotgandim? Bu yerda mashhur insonlar tug'ilgan va hozirgi prezident, Amerikaning hozirgi prezidenti Donald Trump ham aynan shu New Yorkda tug'ilgan ekan va yana mashhur insonlardan Michael Jordan, Jennifer Lopez va yana bir nechta mashhur insonlar tug'ilgan, hatto ismlari ham ko'p. Yaqinda zo'r savol berildi. Ya'ni haqiqiy New Yorker kim? Ya'ni kimni haqiqiy New Yorker deb aytsak bo'ladi? Va javobi ham zo'r bo'ldi. Agarda ko'chada kim shovqin qiladigan bo'lsa, ya'ni to'satdan baqiradigan bo'lsa va orqasiga bunaqa qilib yoki qaramaydigan bo'lsa, o'sha haqiqiy New Yorker, ya'ni bunaqa shovqinlarga o'rganib ketgan. Bu videoni ko'rib turib xulosa qilishdan shoshilmanglar. Faqat yaxshi taraflarini ko'rib xulosa qilishga shoshilmanglar. Yomon tarafini ham olib chiqib beraman. Undan keyin xulosa qilsanglar bo'ladi. Va u videoni ko'rishlik uchun hozirdan obuna bo'lib qo'ysanglar va like bosib qo'ysanglar, keyingi videoni ham chiqaraman. New York shahrida yashashning asosiy va oxirgi foydali tarafi shundaki, siz bu yerda xohlagan ovqatni topa olasiz. Ayniqsa halol ovqatlarni, go'shtlarni bemalol qiynalmasdan topa olasiz. Masalan, siz bu yerda o'zbek restoran va supermarketlarni juda ham ko'p uchratishingiz mumkin, boshqa shtatga qaraganda albatta. Va men bir marta supermarketga kirganimda, nomini aytmayman, hattoki Supergini ko'rgandim, ular sotishayotganida. Bu yerda O'zbekistondagi bor narsani, hamma narsani topish mumkin. Agarda siz suvni, cho'milishni yaxshi ko'radigan odam bo'lsangiz, New York aynan siz xohlagan shahar bo'lishi mumkin. Xullas, sizlar bilan bugun New York shahrida yashashni 5 ta asosiy foydali taraflarini ko'rib chiqdik. Agarda videoni boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizni tabriklayman va keyingi videoda New York shahrining 5 ta yomon tarafini sanab chiqamiz. Ushbu videoda men sizni kutaman va u videoni o'tkazib yubormaslik uchun hozirdan obuna bo'lib qo'ysangiz va odamlarga ko'proq tarqalishi uchun
like bosib qo'ysangiz, men xursand bo'lgan bo'lardim va keyingi videoda ko'rishguncha. Agarda shu video yig'sa, keyingi videoni sirazi chiqarib yuboraman.